10 soat uxlasangiz ham nega charchab uyg'onasiz? Siz yolg'iz emassiz. Bugungi kunda ko'pchilik yetarlicha uxlagandek tuyulsa ham, ertalab holsiz va energiyasiz uyg'onadi. Muammo miqdorda emas, sifatda. Uyqu sifatini yaxshilash uchun quyidagi 3 oddiy odatga amal qiling. Xonani to'liq qorong'i qiling. Uyqu vaqtida organizm melatonin ishlab chiqaradi. Bu gormon tananing tiklanishi uchun asosiy qurol. Hatto kichik LED chiroq yoki ko'chadan tushayotgan yorug'lik ham uni bloklaydi. Natija uyqu yuzaki, tana to'liq tiklanmaydi. Choyshabni haftada bir almashtiring va har kuni dazmollang. Har kuni tanadan ter, yog' va o'lik teri hujayralari yotoqqa singadi. Bu chang kanasi va mikroorganizmlar uchun ideal muhit. Ular esa allergiya, teri qichishi, burun bitishi va bezovta uyquga olib keladi. Dazmolning yuqori harorati choyshabdagi ayrim bakteriyalar va chang kanallari sonini kamaytirishga yordam beradi. Bundan tashqari, choyshabni yanada silliq, yumshoq va qulay holga keltiradi. Natija toza, steril, xushbo'y yotoq va sifatli uyqu. Soat 23:00 gacha yoting. 23:00-02:00 oralig'i organizmning eng kuchli tiklanish soati. Bu vaqtda asab tizimi dam oladi, energiya to'planadi, hujayralar yangilanadi. Bugun sinab ko'ring. Ertasi kuni qanday uyg'onganingizni izohda yozing. Boshqalar ham natijasini bilsin. Tibbiyot 103 rasmiy kanalimizga obuna bo'ling.